o'zining samoviy otlari hamda qilichlari bilan mashhur bo'lgan. Shu boisdan ham bu yerga kelayotgan sayyohlar oqimi yildan yilga ortib bormoqda. Namangan o'zining boy tarixi, hunarmandchiligi, asrlar osha yashab kelayotgan arxeologik obidalar bilan mashhur. Temuriylar davri Axsi qo'rg'oni qayerda degan masala hozirgi kunda ilmiy olimlar orasidagi munozarali masala. Bu tarixiy maskanga 50 mamlakatdan 10 mingdan ortiq xorijiy turistlar tashrif buyurishgan. Turistlarga bu yerdagi qiziq ma'lumotlarni aytamiz. Bugun sinfdoshlarim bilan keldim, ko'rdim, juda ham hayratda qoldik. Prezidentimiz tashriflarida Axsikentda shu vodiy gavhari sifatida e'tirof etishlari, Axsikentda o'sha Farg'onaning Afrosiyob deyishlari, umuman Axsikentda ovozini dunyoga taralishi kerak dedilar muhtaram prezidentimiz. Axsikent shunaqa bir qulay joyda joylashganki, birinchi o'rinda tarixiy turizm, arxeologik turizm, ekoturizm, gastronomik turizm, hunarmandchilik turizmi, hamma sohalarni bir yerda biz barpo qilishimiz mumkin, jamlab 13 asrni ko'rgan kitob. Bu kitobda o'sha huquqshunoslikka, fiqhga oid kitob. 1000 marta gapirgandan bir marta ko'rgan yaxshi deyishadi. Keling, boy tariximizdan bahramand bo'ling. Yillik tarixdan so'zlovchi ushbu tarixiy maskan dunyo jamoatchiligi, tarixchi olimlarni hali hamon o'ziga jalb etishda davom etmoqda. Qadimgi Dovon davlatining poytaxti bo'lgan Axsikentda ilm-fan, madaniyat, san'at juda ham rivojlangan. O'zining samoviy otlari hamda qilichlari bilan mashhur bo'lgan. Shu boisdan ham bu yerga kelayotgan sayyohlar oqimi yildan yilga ortib bormoqda. Namangan viloyati arxeologik yodgorliklarga boy hudud hisoblanadi. 100 dan ortiq arxeologik yodgorliklar ro'yxatga olingan. Hozirgi kunda butun jahon miqyosida alohida e'tirof etilayotgan Axsikent arxeologik yodgorligi va u yerda olib borilayotgan ishlar diqqatga sazovor. 2024-yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Milliy arxeologiya markazi, Namangan davlat universiteti arxeologiya kafedrasi, arxeologiya universiteti talabalari hamkorlikda 5 ta obyektda tadqiqot ishlarini olib borishdi. Sabab bu 5 ta obyekt kelajakda ochiq osmon ostidagi muzeyga aylantirish obyekti hisoblanadi. Bu yerdan topilgan yangi topilmalar asosan yer osti qurilmalari hisoblanadi. Bu yer osti qurilmalari asosan pishig'ichdan barpo qilingan va xonalarning yerto'la qismlari. Biz bilamiz, Axsikentda yer osti suv inshooti bor, juda ham murakkab muhandislik texnologiyasi asosida qurilgan. Ana shu suv inshootlariga tushib suv olish uchun maxsus yo'laklar, undan tashqari yer ostida oziq-ovqat saqlash omborlari, butun pishig'ichdan gumbazli qilib qurilgan ombor qoldiqlari va chiqindi suvlar chiqish uchun maxsus kanalizatsiya yo'laklari ham u yerda barpo qilingan. Tarix doimo qiziq va sirli bo'lib qolaveradi. Uni o'rgangan sayin undagi sir-sinoatning naqadar qiziqligini bilib boraverasan. Ayniqsa, Namangan o'zining boy tarixi, hunarmandchiligi, asrlar osha yashab kelayotgan arxeologik obidalar bilan mashhur. Namangan o'z vaqtida hunarmandchilik shahri sifatida mashhur bo'lgan. Uning hududida mashhur kulollar, tikuvchilar, temirchilar, zargarlar istiqomat qilishgan. Ayniqsa, chust do'ppichiligi va pichoqchiligi G'urumsaroy kulolchilik maktabi bilan dunyoga mashhur. Prezidentimiz tashabbusi bilan yildan yilga bunday hunarmandchilik markazlariga, tarixiy maskanlarga bo'lgan e'tibor ortib bormoqda. Xususan, tariximizning tirik guvohi bo'lmish arxeologik obidalarga tashrif buyurish, aholi vakillarining ming yillardan beri o'z bag'rida tarix sir-sinoatlarini saqlab kelayotgan obidalarda bo'lish imkoniyati ortib bormoqda. Xususan, Axsikent arxeologik majmuasida yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Shu boisdan Namangan viloyatida ham turizm rivojlanib bormoqda. Qadim Axsikent shahri dunyo jamoatchiligi diqqat markazida. 2023-yildan boshlab bu tarixiy maskanga 50 mamlakatdan 10 mingdan ortiq xorijiy turistlar tashrif buyurishgan. Ayni paytda Italiya va Turkiya
tajribalari asosida bu yerda 4 ta ochiq osmon ostidagi muzey qurilish ishlariga kirishilgan. Loyihaning keyingi bosqichlarida Sirdaryo bo'yida katta istirohat bog'lari, hunarmandlar markazlari va ko'plab inshootlar qurilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, qadimiy Axsikent va Axsini daryo yoqalab bog'lash va yaxlit sayyohlar uchun majmualar barpo etish ham rejaga keltirib o'tilgan. Ajdodlarimiz zakosiga tan bermasdan ilojimiz yo'q. 10 asr avvalgi irrigatsiya tizimi, o'sha davrda barpo etilgan o'sha shaharni tozalaydigan qurilmalar, kanalizatsiyalar o'sha davrda barpo etilganligi haqiqatan ham hayratlanarli. Axsikent yodgorligida amalga oshirilayotgan loyihalar bu maskanni gavjum butun jahon turizm maskaniga aylantirilishiga zamin yaratib beradi. Axsikent yodgorligi va Axsi majmualariga tashrif buyurarkansiz, unda barpo etilayotgan ko'plab loyihalar buyuk tariximizga hamohang ravishda tushayotganligini his qilamiz. Topilgan asor aqidalar esa bu yerning buyukligini bot-bot isbotlayveradi. 1000 marta gapirgandan bir marta ko'rgan yaxshi deyishadi. Keling, boy tariximizdan bahramand bo'ling. Butun jahon hunarmandchilik markazi bo'lgan Namanganga yo'l oling. Amerikadan, Angliya, Fransiya, Yevropa davlatlaridan, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bu tomonlardan, janubiy tomondan Pokiston, Eron, Avstraliya. Qarangki, Avstraliyaning yonidagi Yangi Zelandiyadan ham kelishyapti bu yerga. Ular ham juda katta taassurotlar bilan ketishyapti bu yerda. Turistlarga bu yerdagi qiziq ma'lumotlarni aytamiz. Hozirgi bu qazilgan joyimiz o'sha bir oddiy aholi yoki bir hunarmand odamni yashash uyini qoldiqlari. U yerda uyi yonboshidan yer ostidan o'sha qazishgan paytda o'sha yer osti suv tizimi chiqqan turbalar. 11-obyektni o'tgan yilda qazishgan paytda juda ham qiziqarli ma'lumotlar chiqdi. U yerdan ham muzey uchun beton qazilayotgan paytida pishiq g'ishtdan bo'lgan yer ostiga tushadigan zina chiqdi. U zinani qazib 2 metr 3 metr tushgan paytda yer ostida butun holatda pishiq g'ishtdan bo'lgan gumbaz topildi. Gumbaz. Endi gumbazi yarmi o'zi turpon bilan to'lgan, lekin teva qismi butun holatda turibdi. Biz To'raqo'rg'on tumanidagi 58-maktabdan keldik. Bugun sinfdoshlarim bilan keldim, ko'rdim, juda ham hayratda qoldik. Tarix darslarimizda biz bu joy haqida qiziqardik, lekin ko'rmagandik. Tarix darslarini shu yerda o'tsa yana ham qiziqarliroq bo'lardi. Temuriylar davrida bu yer poytaxt bo'lgan. Bu yerdan yer yo'llari, inshootlari bo'lgan. O'sha davrda Axsikent gullab yashnagan. Bu yerga zilzila natijasida shikast yetgan. Shu joylar bilan tanishdik, ko'rdik. Axsikent shunaqa bir qulay joyda joylashganki, birinchi o'rinda tarixiy turizm, arxeologik turizm, ekoturizm, gastronomik turizm, hunarmandchilik turizmi, hamma sohalarni bir yerda biz barpo qilishimiz mumkin. Jamlab turistlarni, mahalliy hamda xorijiy sayyohlarni bu yerga jalb qila olamiz. Qilganda ham ularni bir kun emas, 2 kun emas, bir hafta mobaynida masalan 5-6 kilometrlik turizm halqasi marshuti joriy qilinyapti. Shu yerda bemalol ular ham arxeologik turizmda tadqiqotlarda qatnashishi mumkin, ham Sirdaryo bo'yida ekoturizm, bizni hozirgi mana tabiatimiz bilan, undan tashqari hunarmandchilik, mana chust pichoqchiligi, Axsikent kulolchiligini o'sha yerda tayyorlanishini amaliy tarzda ko'rsatib qo'yadigan bir shoxobchalarni tashkil qilish maqsad bo'ldi, rejada bor. Buning natijasida O'zbekistonda nafaqat, O'rta Osiyoda bu Axsikent arxeologiya parki juda katta turizm maskaniga aylanishi uchun amalda ishlar olib borilyapti. Ushbu tarixiy maskanni aylanib juda ham ko'plab tarixiy ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Qolaversa, buyuk ajdodlarimizning naqadar bilimli, zakovatli ekanliklariga guvoh bo'lyapmiz. Anvar aka, keling, mana shu o'rinda o'zingiz yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, ganjkorlik bo'yicha ham noyob topilmalar guvohi bo'ldik dedingiz. Mana shu ganjkorlik, umuman yangi topilmalar haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. O'tgan yili biz arxeologlarimiz tomonidan mana shu yerda qazishma ishlari olib borildi.
qazishma ishlari olib borilganda bu yerda devoriy suratlar chiqdi va ganch namunalari. Bilamizki bundan 1200 yil avval ajdodlarimiz o'sha uylarda o'sha barchasi bezalgan, ganch qilingan holatda, devorlarga suratlar chizilgan holatda. Bu Farg'ona vodiysi arxeologiyasi uchun yangilik bo'ldi, juda katta shov-shuv bo'ldi. Men hozirgi kunda Samarqand arxeologiya instituti olimlari tomonidan mana shu 20 mingdan ortiq ganch bo'laklari, devoriy surat bo'laklari bitta-bitta tiklab o'rganib chiqilmoqda. Albatta u tiklangandan so'ng bu ham o'ziga xos o'sha afrosiyob chizmalari, varaqcha tasvirlar singari juda katta shov-shuv bo'ladi. Biz hozirdan bizni bu devoriy suratlarimizni o'sha jahondagi yetakchi muzeylar o'zida namoyish qilishga talab bilan chiqyapti. Biz bilasiz, xorij safarlarda ko'p bo'lyapmiz. Mana Hindistonda Salarjang muzeyi, Dov muzeyi va Qatardagi Milliy muzey, mana shular bilan biz yaqin hamkorlik o'rnatganmiz. Mana shu hamkorlik aloqalari bir natijasi o'laroq biz o'zaro bir tajriba almashish yo'liga qo'ydik. Bizning xodimlar u yoqqa borishadi, u yoqdan Hindiston, Qatar muzey xodimlari bu yerga kelishadi va o'zaro yangilik almashinuvi bizga juda katta foyda beryapti. Men Axsikentda bu nufuzini oshirishga, Axsikent haqidagi jahon ayvonida bir xabardorlik oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yana bir narsani aytish kerak, Axsikent o'zi juda keng o'rganilgan maskan, chunki internet tarmog'ida qidiruv bersangiz, Axsikent haqida 100 minglab ingliz tilida, fransuz, nemis tilida materiallar kelib chiqadi. Mana shu jihatdan ham bizni bir yutuq tomonlarimiz bor, chunki o'tgan yili Axsikentga jahonning 75 ta mamlakatdan ham sayyoh, ham olimlar keldi. Shu Argentinadan tortib, bu yo'q Yaponiya, bu yo'q Hindiston va Yevropaning barcha mamlakatlari, Osiyoning barcha mamlakatlari, Mo'g'uliston, chunki sayyohlar Axsikent haqida ma'lumotdorlikni, umuman Ipak yo'lining bir o'sha qadimiy shahri, o'ziga xos bu yer sivilizatsiya maskani bo'lgan. Mana yaqinda Amerika nashrlarida Ahmad al-Farg'oniyni Amerikani kashf etgan to'g'risida ma'lumotlar chiqdi. Ana shunda Axsikent ham e'tirof etildi. Chunki Ahmad al-Farg'oniyni tug'ilishi, Ahmad al-Farg'oniyni ilmiy faoliyati Axsikent bilan bevosita bog'liq, chunki bu yerdagi suv yo'llari, bu yerdagi juda katta muhandislik, kommunikatsiya ishlari Ahmad al-Farg'oniy tomonidan olib borilgan. Va mana shu narsalar ham bizni Axsikentni davrini oshirib boryapti. Bu yerda mana Bobur bilan bog'liq juda katta tarix o'tibdi. Umar Shah Mirzoning 30 yillik hukmronlik davri mana shu Axsikentga axsiga bog'liq. Aynan mana shu omillar Axsikentni o'sha butun dunyoda Axsikentga bo'lgan qiziqish oshiryapti. Albatta bu sayyohlar oqimini ko'paytiryapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu oldindagi bizni qilyapgan mana infratuzilma ishlarimiz, ilmiy izlanishlarimiz bu o'sha ko'rsatkichni yana bir necha barobarga orttirib beradi. Prezidentimiz tomonidan bugun mana shunday tarixiy maskanlarga berilayotgan e'tibor va ularni o'rganish borasidagi ilmiy tadqiqot ishlari bu yerda ko'plab geometriya, handasa, qolaversa irrigatsiya tizimi borasida ham yaxshigina bilim, tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar ajdodlarimiz yashaganligini isbotlab turibdi. O'ylaymizki, bugun fanda ko'plab yangiliklarga bir bosh bo'layotgan, ko'plab yangiliklarni mana shu yerda yaratilganligini isbotlayotgan Axsikent ochiq osmon ostidagi muzeysiga kelishingiz va bu yerda tariximizdan xabardor bo'lish imkoniyati, ularni o'z ko'zingiz bilan ko'rish imkoniyati borligini esdan chiqarmaysiz. Axsikent dunyo sivilizatsiyasida muhim o'rin tutgan tarixiy shaharlardan bo'lgan va bu yerning po'lat haqida, bu yerda yasalgan Damashq qilichlari haqida eshitmagan, bilmagan odam oramizda topilmasa kerak. Keling, mana shunga birgalikda razm tashlaylik. Axsikent o'zini po'lati bilan mashhur. Kent o'sha tashqi qismida 70 gektardan iborat biz po'lat ustaxonalarni topdik. Bu hozirgi kunda o'sha kichik sanoat zonasi desa ham bo'ladi. O'sha paytda 1000 yil avvalgi sanoat zonasida 70 gektarda faqat po'lat ishlab chiqarilgan. Rabot hududida esa katta po'lat pechlarini biz ko'rdik. Mana biz ko'rishimiz mumkin. Po'lat mana shu 1600 gradusda kaolinda mana shunda po'lat mana shu idishlarga quyilgan. Bu qizib bu o'sha cho'g' bo'ladi va ichida po'lat eriydi. 1600 gradusda ichida mana mustahkam axsi po'latlari mana shu yerda ishlab chiqarilgan va mana bu ulardan qolgan mana bu shlaklar, qoldiqlar. Qattiq yumshoq po'lat bo'lgan. Yumshoq po'latlar belga kamar qilib taqiladi. Xuddi qurolsiz bir joyga borgandek bo'ladi-da, lekin kamari shunday yetsa katta mustahkam qilich paydo bo'ladi. Bu yerdan o'sha Angliyadan Tillo
Reden olimamiz keldi. Bu yerda Askent po'lati Damashq qilichlarida mana shu yerda ishlab chiqarilganini ilmiy jihatdan belgilaydi. O'zi isbotlanganidan yana bir katta bir nashrlarda o'zi isbotlab, ilmiy ishini mana shu yer bilan bog'layapti. Mana Askentdagi so'nggi o'sha 100 yil 140 yillik qazishmalar, o'rganishlar bejizga emas, chunki butun o'sha Chorasiya olimlari, Sovet olimlari ham mana shu Askent po'latini sirini bilishga qiziqishdi shuncha payt. Lekin Askent po'latini siri o'zimizda, mana hozirgi kunda Askentda, Chustda saqlanib qolgan shu sir hali ham mana Chust pichoqlari mashhur, temirchilik, balki shisha-sozlik. Bundan 1000 yil, 1,5 yil avval shishaga ishlov berish. Chunki o'sha paytda xonadonlarda oynalar, ko'zgular va munchoqlari borligi. Masalan, 1000 yil avvalgi o'sha yozuvlikda, o'sha keramikadagi hikmatli so'zlarni biz ko'rishimiz, mehnat insonni ulug'laydi, oziya kamdi degan o'sha xuddi ibratomuz so'zlarni biz 1000 yil avvalgi sopol idishlarda ko'ryapmiz. Juda hayratga solyapti. Juda bir nafislik bilan o'sha yozuvlarda yozilgan yuksak tamaddun markazi bo'lganda Askent. Biz Askentni 70 yil mobaynida o'rganmay keldik. Askent tarixi bekitib kelindi. Mana muhtaram prezidentimizni o'sha so'nggi 7-8 yil ichidagi tarixga bo'lgan, tarixni o'rganishga bo'lgan bir e'tiborlari, tashabbuslari Askentni dunyoga qaytadan yuzini ochdi desak bo'lmaydi. Bugun buyuk tariximizga bo'layotgan e'tibor va bugun Askentda mana shunday noyob topilmalarning topilishi bu yerdagi ko'plab sohalarni taraqqiy etganligini sizu bizga ko'rsatib beryapti. Turizm dunyo mamlakatlari iqtisodiyotiga yaxshigina daromad keltiradigan sohalardan biriga aylanib ulgurdi va bugun yurtimizda ham mana shunday turistik maskanlarga, tarixiy obidalarga bo'lgan e'tibor yanada ortgan. Prezidentimizning Namangan viloyatiga tashriflari chog'ida Askent ochiq osmon ostidagi muzeyga yangi hayot baxsh etish maqsadida loyihalar taqdim qilindi va mana shu taqdimotda Askentda haqiqatan ham yangi bir davr boshlandi va bugun bu yerda qurilish bunyodkorlik ishlari avj pallaga kirgan. Mana shu qurilish jarayonlari haqida ayni damdagi ma'lumotlarni teletomoshabinlarimizga havola etsangiz. Juda to'g'ri aytdingiz, muhtaram prezidentimiz tashriflarida Askentda shu vodiy gavhari sifatida e'tirof etishlari, Askentda o'sha Farg'onaning Afrosiyob deyishlari, umuman Askentda ovozini dunyoga taralishi kerak dedilar muhtaram prezidentimiz. Aynan mana shu jihatdan biz e'tiborga olib Askent arxeologiya parki degan kitobni biz dunyoning 7 mamlakatida taqdimotlarni o'tkazdik. Umuman qayerga borsak Askent haqidagi targ'ibot ishlarimiz, targ'ibot tadbirlarimiz o'tyapti. Mana buning natijasida o'tkazildi mana 40 mingga yaqin sayyoh bu yerga tashrif buyurdi. Umuman o'sha prezidentimizning tashabbuslari, tavsiyalari bilan juda katta qurilish bunyodkorlik ishlari amalga oshiryapti. Mana shu qurilish bunyodkorliklari yakunida Askentga sayyohlar oqimini biz 20 barobar ko'paytirib 1 millionga chiqarmoqchimiz. Mana bunda albatta loyihalarimizni bir ahamiyati juda katta. Hozirgi kunda 4 ta ochiq osmon osti muzeylarini barpo etyapmiz. Bu yerda o'sha ochiq osmon osti muzeylari tarmog'i vujudga keladi. Chunki umuman fanda, arxeologiyada ochiq osmon osti muzeylarida Askent tajribasi degan tushuncha paydo bo'ldi. Mana shu Askentda qilinayotgan ishlarni bir rivoji o'laroq butun respublika bo'ylab mana shu ishlarga ommaviy ravishda bir start berildi. Bu tariximizni asrash, umuman o'zbek davlatchiligi haqida bir dunyoga ma'lumot berishda juda katta bir ahamiyat kasb etyapti. Daryo bo'yida juda katta biz loyiha qilyapmiz. Bu yerda mana 3-6 kilometrlik sog'lomlashtirish yo'lagi barpo etilyapti. Bundan tashqari mana daryodan unumli foydalangan holatda qayiqlar qo'yganmiz va mana shu hududda o'zida 1000 dan ortiq yangi ish o'rinlari paydo bo'ldi va bemalol bu o'sha bir kunda 10 ming sayyohni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chunki mana shu 3-6 kilometr masofada bu yerda ovqatlanish, xizmat ko'rsatish, mehmon uylari, hunarmandchilik rastalari vujudga keladi. Va bemalol Askentda biz sayyohni 2 kun ushlab turish imkoniyatiga ega bo'lamiz va yana bir jihat Askent ochiq osmon osti muzeylari tarmog'i va bizni yangi Aksdagi o'sha qo'lyozmalar markazimiz, Osor atiqalar muzeyimiz o'zaro ulanadi va yaxlit bir katta kompleksga biz aylanamiz va hozirgi kunda bizning umumiy maydonimiz 200 gektardan oshadi. Uni 100 gektarda hozir arxeologik qazishmalar amalga oshayotgan bo'lsa, 100 gektar unga yondosh himoya hududlari
mana ko'rishimiz mumkin. Mana shu daryoni bo'yida bungalolar, mana sayyohlik infratuzilmalari butkul barpo etiladi va buning natijasida juda katta bir yangi bir klaster, turizm klasteri paydo bo'ladi. Amfiteatr quryapmiz. Biz 2026-yilda Axsikentda juda katta tadbir mo'ljallayapmiz. Muhtaram prezidentimizga 2024-yil dekabr oyida bu taqdimotni viloyat hokimi taqdim qildilar va natijada 25-yildagi qurilishlar uchun 100 milliard so'm mablag' ajratildi. Hozirgi kunda o'sha Yesindan to Mingbulog'i aylanma yo'ligacha bo'lgan 7 kilometr yo'l investitsiya dasturi asosida 37 milliard so'm mablag' evaziga juda katta yo'l qurilishi ishlari bajarilyapti. Hozirgi kunda biz bu yerda mana antik shaharcha va arxeologiya muzeyi loyihasi bor va bundan tashqari mana juda katta o'sha park, istirohatgoh, arxeologiya muzeyi, amfiteatr, yaxlit bir kompleks paydo bo'lyapti yondosh hududda va bu yerda o'sha biz 26-yilda mo'ljallangan o'sha Sharq taronalari xalqaro musiqa festivalini o'tkazishga bu platforma vazifasini bajarib beradi va albatta bu yerda yangi mehmonxona qurilishlari loyihasi hozir ketyapti. Yangi restoranlar. Umuman mana shu To'raqo'rg'on, mana shu shaharning qishloq hududida mana shu Axsikent tufayli yangi bir jonlanish paydo bo'ldi desak balo bo'lmaydi. Qurilish bunyodkorlik ishlaridan ko'zlangan maqsad ham mana shu Axsikentga kelayotgan sayyohlar oqimini bir necha barobarga oshirish hamda bu yerda yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qilishiga shubhamiz yo'q. Orqamizdagi noyob qurilma mashhur turk me'mori Guray Kayamak tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu loyiha asosida hozir 19-obyektdagi ochiq osmon osti muzeyini barpo etyapmiz va biz bu ochiq osmon osti muzeyida o'sha Axsikentdagi mudofaa devorlarini 3000 yillik tarixidan biz maxsus ekspozitsiya qilib beramiz, chunki bu yerda o'sha miloddan avvalgi 3-asrda qurilgan mudofaa devori 1219-yilda o'sha Jaloliddin Manguberdi boshchiligida qurilgan o'sha Xorazmshohlar davrida qurilgan Mo'g'ullarga qarshi mudofaa devorlarining barcha namunasi mana shu muzey ostida namoyish etiladi va bu yerda o'sha maxsus yo'laklarda, oynavand yo'laklarda barcha o'sha tarixiy qismlarni kelgan sayohatchilar ko'rishi mumkin. Yana bir qulay jihat viloyat hokimining tashabbusi bilan mana shu joyga maxsus eskalator qo'yamiz, chunki bu yerga nuroniylarning kelishi bor, nogironligi bo'lgan shaxslarning kelishi bor. Ularga ham bir vaqt o'zida qulaylik yaratib ketyapmiz va biz bundan tashqari mana shu 11-24-obyektlarda juda katta mahobatli qadimiy uy qoldiqlari, o'sha zodagonlar yashagan uylarning bir maxsus but-butun holatdagi qismi bizda topilgan. Mana shu qismini ham biz ustini yopyapmiz. Biz ayni damda Axsikent arxeologiya parki tarkibidagi yangi axsi majmuasidamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, mana shu tarixiy maskandan topilgan 5000 dan ortiq noyob tarixiy manbalar, asori atiqalar bor va ulardan eng mashhuri o'sha yuqorida sizga ta'kidlab o'tganim Damashq qilichlari mana shu yerda bor va bu yerga kelgan sayyoh mana shunday nodir, qimmatbaho ma'lumotlar bilan tanishishlari mumkin bo'ladi. Axsikent arxeologiya parki tarkibidagi Axsi qo'lyozmalar markazida turibmiz. Bu yerda turli davr va fanlarga oid bo'lgan 4000 dan ortiq nodir va noyob kitoblar majmuasini uchratishimiz mumkin. Muhim jihati shundaki, bu yerda Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan turli fanlarga oid adabiyotlar, kitoblar jamlangan. Keling, mana shu kitoblarning eng noyoblari haqida teletomoshabinlarimizga ma'lumot bersangiz. Juda to'g'ri aytasiz. Mana bilasiz, O'zbekistonda o'sha Usmon Qur'onining noyob nusxasi, shu 7-asrga oid nusxasi saqlanadi. Mana bizda ana shu qo'lyozma bilan tengdosh kitob mavjud. Mana ko'rishimiz mumkin. 13 asrga ko'rgan kitob. Bu kitobda o'sha huquqshunoslikka, fiqhga oid kitob. Mana hatto zer zabari, nuqta virgulga ham yo'q. O'sha davrni haqiqiy nafasini beradi-da.
Bu juda noyob, nodir kitob. Shunday kitoblardan yana biri mana qo'limizda mana buyuk Boburiy podshoh Jahongir Muhammad Akbar shohni vaziri Abul Fazl Fazliy tomonidan yozilgan Mavoridul Kalim degan kitobning asl nusxasi. Bu o'sha Abul Fazliy buyuk Akbar imperatori ham vaziri ham do'sti bo'lgan va ana shu o'zini do'stiga, podshohga o'sha ensiklopedik qo'llanma kitob. Bu yerda o'sha so'zlarni qanday ishlatish, qaysi joyda qanday gapirish va boshqa bir kerakli ma'lumotlar jamlanmasi to'plangan. 1508-yilga yozilgan yil to'g'ri keladi mana. Qariyb 5 asrlik kitob, nodir qo'l yozumi. Bundan tashqari biz bu yerda ko'rishimiz mumkin 10 dan ortiq o'sha kitoblar jamlanmasi. Bu yerda astronomiya, fizika, handasa, geometriyaga oid kitoblar, aynan o'sha birinchi Renessans davrida Toshkentda naqadar buyuk ilm maskani bo'lganini, izlanishlar markazi bo'lganini biz mana shu kitoblar orqali bilishimiz mumkin. Ming yillar davomida saqlanib kelingan. Farobiyni o'sha maxsus nodir qo'lyozmasi mana shu yerda mavjud. Qatarga safar qildik. Mana shu safar davomida Qatar Milliy kutubxonasi bilan mana shu kitoblarni tadqiq qilish, raqamlashtirish bo'yicha alohida kelishuvga erishdik. Juda ham yaxshi va albatta mana shunday kitoblarning elektron nusxasi yaratilishi buyuk tariximizdan va bu yerdagi noyob kitoblar haqidagi kerakli ma'lumotlarni olishimizga zamin yaratishi bilan ahamiyatli.